Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya va O'zbekiston Mudofaa vazirligi uchrashdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskvada Andrey Belousov o'zbekistonlik hamkasbi Shuhrat Xolmuhammedov bilan uchrashdi. Belousov O'zbek SSRning ulug' vatan g'alaba qo'shgan hissasini qayd etdi hamda Qizil maydondagi paradda o'zbek harbiylarining ishtirokini muhim deb atadi. Tomonlar 2026-2030 yillarda harbiy sohada Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik dasturini amalga oshirish rejasini imzolashdi. Mironov migrantlarga davlat hisobidan uy-joy berilishidan norozi. Deputat Sergey Mironov Rossiya bosh prokurori Igor Krasnov nomiga maktub yo'llab migrantlarga davlat hisobidan uy-joy subsidiyalar va sertifikat berilishining qonuniyligini tekshirishni so'radi. Bu haqda TASS xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash bo'yicha sababdor shaxslar harakatlari subsidiya va uy-joy sertifikatlarining qonuniyligini tekshirish uchun viloyat prokuraturalariga ko'rsatma berishingizni so'rayman, deyiladi deputat maktubida. Mironovning ta'kidlashicha, so'nggi vaqtlarda yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan shaxslar tomonidan uy-joy subsidiyalari va sertifikatlarini noqonuniy olish holatlari ko'paygan. Kechagi migrantlarga davlat byudjeti hisobidan uy-joy berilishi va bu jarayonda mamlakatning muqim aholisi yillab uy-joy sharoitini yaxshilay olmayotgan insonlar chetda qolib ketayotgani xavotirli holatdir, dedi deputat. Uning so'zlariga ko'ra, uy-joy sertifikatlari ajratish mexanizmi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Beriladiganlar ro'yxati jamoatchilikdan yashiriladi. Mironov bu sohada jamoatchilik va korrupsiyaga avj olayotganini ta'kidladi. Rossiya sudlari bir yilda 21 mingga yaqin migrantga hukm chiqardi. RIA Novosti nashrining yozishicha, 2024 yil davomida Rossiya Federatsiyasi sudlari 21 mingdan ortiq xorijiy fuqaroga oid ish yuzasidan qaror chiqargan. Jumladan MDH davlatlar fuqarolariga nisbatan 20.151 ta, boshqa davlatlar fuqarolariga nisbatan esa 987 ta sud qarori chiqarilgan. Shuningdek, fuqaroligi yo'q shaxslarga oid 815 ta ish ko'rib chiqilgan. Ko'pchilik hollarda xorijliklar o'g'irlik 3700 dan ortiq kishi, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi 955 kishi, odam o'ldirish 182 kishi, tanaga og'ir shikast yetkazish 500 ga yaqin kishi, odam o'g'irlash 63 kishi va zo'rlash 181 kishi kabi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Bundan tashqari qariyb 500 kishi firibgarlik, 76 bezorilik, 9 kishi esa terrorchilik harakatlari uchun sudlangan. Migrantlarning Ukraina Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda borishi va ishlashi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Rossiya ijtimoiy tarmoqlari va ko'chalarda Ukrainaning vayron bo'lgan shaharlarda, xususan Mariupol va Donetskda ishlash haqidagi e'lonlar tobora ko'payib bormoqda. Natijada Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan muhojirlarning bir qismi Rossiya nazorati ostidagi bosib olingan hududlarga ishlash uchun keta boshladi. Ular bunga asosan ko'proq pul topish va Moskva kabi Rossiyaning yirik shaharlarida duch keladigan qiyinchiliklardan qochish umidida qo'l uradi. 2014-2022 yillarda Rossiya Qrimni, keyinroq 2022 yilda Ukrainaning 4 ta viloyatini Donetsk, Lugansk, Zaporij va Xersonni bosib oldi. Moskva dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan tan olinmagan bu hududlarda soxta referendumlar o'tkazdi va ularni Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kirgan deb e'lon qildi. Biroq xalqaro hamjamiyat, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari bu harakatlarni tan olmadi. Shuning uchun xalqaro huquq nuqtai nazaridan bu hududlar Ukrainaga tegishli bo'lib qolmoqda.
2025-yil boshida Rossiya vayron bo'lgan hududlarga ishchi kuchini jalb qilish uchun imtiyozlar kiritdi. Masalan, migrantlarga mamlakatning boshqa hududlarida talab qilinadigan patentsiz ishlashga ruxsat berildi. Mariupol va Donetsk kabi shaharlarda mehnat qilayotgan muhojirlar sonining ortgani shu bilan izohlanadi. Salim Saidov ismi o'zgartirilgan ishg'ol qilingan hududlarga 2 marta ishlash uchun kelganlardan biri. Ilgari u Moskvada ishlagan, ammo politsiya tekshiruvlarining kuchayishi va doimiy bosim tufayli u Mariupolga ko'chib o'tishga qaror qilgan. U yerda do'stlari bilan vayron bo'lgan uylarni ta'mirlash bilan band bo'ldi. Birinchi oylarda ularga va'da qilingan 200 ming rubl to'langan. Ammo keyin kechikishlar va to'lovlar bilan bog'liq muammolar boshlandi. Keyinroq yana pul topish ilinjida Donetsk viloyatiga bordi. Salimning aytishicha, bu hududlar haqiqatan ham Markaziy Osiyodan, xususan Tojikiston va O'zbekistondan kelgan muhojirlar ko'p. Ular asosan qurilish va ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Ba'zilar hatto urush qachondir tugaydi, lekin uy qoladi degan umidda arzon uy sotib olishadi. Salim u yerga sayohat qilish xavfli ekanini tan oldi. Bu hududlarda muntazam ravishda portlashlar eshitiladi. Qonunsizlik hukm suradi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, chegaradan o'tishda pasport muhr qo'yilmaydi. Shuning uchun ham qonunchilikda muammo bo'lmaydi degan umidda. Hukumatning sukuti Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari ishg'ol qilingan hududlarga borishning xavfi haqida rasmiy ogohlantirishlar bermagan. Ular bir necha bor o'z fuqarolari mamlakat tashqarisida harbiy harakatlarda qatnashmaslikka chaqirgan bo'lsalarda, Qrim, Donetsk yoki Xersonga sayohat qilishning huquqiy maqomi borasida aniq tushuntirish berilmagan. Ekspertlarning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari o'z fuqarolarini bunday hududlarga borish bilan bog'liq xavflar haqida rasman ogohlantirishi kerak. Bunday ogohlantirishlar bo'lmaguncha migrantlar nafaqat sog'lig'ini, balki erkinligini ham xavf ostiga qo'yib, mojaro zonasiga borishdan davom etadi. Qariyani urgan bezor muhojir hibsga olindi. Sankt-Peterburgda avtobusda ketayotgan migrant va mahalliy aholi o'rtasida mojaro sodir bo'ldi. Muhojir shaharliklarning so'zlariga ko'ra, ularni so'kib bir yo'lovchini kaltaklagan. Hodisa 4-may kuni 191 sonli avtobusda sodir bo'lgan. Yo'lovchilar salonga yig'ilgan. Sobiq fizika o'qituvchisi 68 yoshli Viktor Ivanovich yigitdan surilishini so'ragan. Ammo guvohlarning so'zlariga ko'ra, u qat'iy rad javobini olgan. Mojaroning bir qismi videoda olingan. Telefoningizni qo'ying, bu sizning Rossiyangiz emas. Hoy, nega bunday deysiz? Bu sizning davlatingiz emas. Politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Hammangiz noshukurlarsizlar, deb baqiradi yigit. U urushga bo'lsa migrantlarning yuborilishi, boshqa payt behurmat qilinishi haqida gapirgan. Avtobusdagi ayollar unga Rossiyani yoqtirmasa va urf-odatlarni hurmat qilmasa, vataniga ketishini maslahat berishadi. G'azablangan ayollar bilan videodagi tortishuv muhojirning rus pasportini ko'rsatib, politsiyani chaqirmaguningizcha men bu yerdan ketmayman yoki siz bu yerdan ketasiz. Xohlasangiz birga chiqamiz degani bilan yakunlanadi. Muhojir 29 yoshli bo'lib, asli Markaziy Osiyodan kelgani aytilmoqda. Guvohlarning aytishicha, yigit sobiq o'qituvchini itarib yuborgani natijasida u jarohatlangan. Jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan va unga ko'plab jarohatlar tashxisi qo'yilgan. Politsiya tartibbuzarni hibsga oldi. Xabar qilinishicha, tergov boshlangan. O'zbekiston prezidenti g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 9-may kuni Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. Qizil maydonda g'alaba paradi bo'lib o'tdi. Tadbirda Xitoy prezidenti Si Zinpin, Braziliya prezidenti Lula da Silva, Misr prezidenti Abdul Fattoh Assi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston, Mo'g'uliston, Kuba va boshqa davlatlar ham qatnashdi. Ikkinchi jahon urushidagi g'alaba millionlab insonlarning jasorati, matonati va fidoyiligi natijasidir.
Bu ulug' maqsadga erishishda ko'p millatli O'zbekiston xalqining ham salmoqli hissasi bor. Urush boshlangan paytda respublikamiz aholisi 6 million nafardan ziyod edi. Urush yillarida 2 millionga yaqin o'zbekistonlik frontga jo'natildi. 538 mingdan ziyod kishi jang maydonlarida halok bo'ldi. 158 mingdan ortig'i bedarak yo'qoldi. Ko'rsatgan mardligi va jasorati uchun O'zbekistondan 214 mingdan ziyod askar va ofitser jangovar orden va medallar bilan taqdirlandi. Vatandoshlarimizdan 301 kishi Sovet ittifoqi qahramon unvoniga sazovor bo'ldi va yana 70 kishi Shuhrat ordenining barcha darajalar sohibi bo'ldi. O'zbek xalqi mehnat borasida ham ulkan jasorat ko'rsatdi. Mamlakatimiz frontning ishonchli tayanchiga aylandi. Bu yerdan oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, qurol-yarog' va boshqa zarur resurslar uzluksiz jo'natib turildi. Qisqa muddatda O'zbekiston hududida 170 dan ortiq evakuatsiya qilingan korxonalar joylashtirilgani mudofaa sanoatining uzilishlarsiz ishlashini ta'minladi. O'sha og'ir yillarda O'zbekiston xalqi yuksak insonparvarlik namunasini ko'rsatib, front oldi hududlardan evakuatsiya qilingan 1,5 milliondan ortiq kishini, jumladan 250 mingdan ziyod yetim bolalarni qabul qildi. O'zbek xalqining urush yillaridagi jasorati xalqaro hamjamiyatda keng e'tirof etilmoqda. Mamlakatimizda ham urush va mehnat fronti qatnashchilarining xotirasini abadiylashtirish, faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Toshkentda Ulug'bor G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi ham barpo etildi. G'alaba paradi yakunida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va boshqa davlat rahbarlari bilan birgalikda Aleksandr bog'idagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. Ushbu yodgorlik g'alaba yo'lida mislsiz jasorat ko'rsatgan va jon fido qilgan millionlab jangchilar, jumladan O'zbekiston farzandlari xotirasiga o'rnatilgan. Marosim 1 daqiqalik sukut hamda faxriy qorovul va harbiy orkestrning tantanali yurishi bilan yakunlandi.